¿Y qué fue? No hiciste nada con tanta chapa. Bekzod. Begi. Po'lataka qanaqa begi nima deyapsiz? Nima deyapman? Begi, Bekzod nimani sho'ldingiz? Görmeysen Bekzod tushib ketdi, chiqmayapti. Faqat tushib ketadi. Nega tushib ketdi? Bekzod, chiq. Ichib olgansiz aka? Yo'q, İchib olgansiz. Ichganim yo'q. Yana ichdingiz? Ishonmayapsanmi? Yo'q. Mana o'zidan so'ra. Qo'ysizchi, Bekzod! u yoqqa sig'maydi, qo'ysizchi. Aralashma. Qachon tushdi? Qachon tushdi? Qachon tushdi? Bu yoqqa qachon tushgan Bekzod? 3-4 kun bo'ldi. Bekzod telefon o'ynab qizlar bilan gaplashib bekorchilik bilan shug'ullanishdan boshqa ish yo'q. Keyin sizga ozgina tamsab qo'yaman. Juda mazasiz bo'lmay qolyapti. Qayerdan kirgan bo'lsang chiq. Chiq, qayerdan kirgan bo'lsang chiq. Bekzod. Odam bo'lmaysiz, Bekzod. Juda boshimga og'riq kirdi. Dardi sog'ilma deyman. Bekzod, zulmsan? Nima qilyapsan? Zulmsan? Bekzod! Bekzod! Men bu yoqdaman, Bekzod! Bekzod aka, men qat'iy qarorga keldim. O'ylab qat'iy qarorga keldim. Xolangizning hammasini aytib beraman. Ipidan ignasigacha aytib beraman. Oramizda nima bo'lganigacha, tunda siz nimalar qilganlaringizgacha hammasini aytib beraman. Agar men yonimga qaytib kelmasangiz, 3 kun muhlat. Vaqt ketdi. 3 kun muhlat. Qaytib kelmasangiz, hammasini aytib beraman.